Hurmatli kitobxonlar, bugun sizlarning e'tiboringizga Chingiz Aytmatovning Alvido Gulsari asaridan parcha havola etaman. Alvido Gulsari qissasida bosh qahramon Tanaboy ismli qishloq yilqichisining o'z sodiq oti Gulsari bilan bo'lgan hayotiy yo'li, orzulari, mehnati va yurakni ezgu dard bilan to'ldiradigan vidosi tasvirlanadi. Gulsari obrazi orqali muallif inson orzulari, fidoyilik va hayotdagi achchiq haqiqatlarni jonli timsollar bilan ko'rsatadi. Ot va odam o'rtasidagi bog'liqlik orqali tabiat va inson, sadoqat va mehr-oqibat, haqiqat va ezgulik mavzulari keng yoritiladi. Tanaboy xotiralari vositasida o'quvchi o'tgan asrdagi qishloq hayoti, jamiyatdagi adolatsizlik hamda inson qadr-qimmatining qanday sinovlardan o'tgani bilan tanishadi. Asarda adib o'zining betakror badiiy uslubi bilan o'quvchini chuqur mulohazaga chorlaydi. Aziz kitobxonlar, Chingiz Aytmatovning Alvido Gulsari asari sizlarda qiziqish uyg'otgan bo'lsa, Sharof Rashidov tuman axborot kutubxona markaziga kelib mutolaa qilishingiz mumkin.